Assalomu alaykum hurmatli mijozlarimiz. Muborak Ramazon oyida siz mijozlarimiz uchun mega aksiyani tayyorlab qo'yganmiz. Ya'ni qaysi brendidan RD39 va RD43 modellarini e'tibor beramiz. Chegirma narxda sotib olasiz va evaziga qaysi brendidan mikroto'lqinli pechni sizlarga sovg'a sifatida hadya qilamiz. Va ushbu sotkichlar haqida sizlarga hozir qisqacha ma'lumot beraman. Ko'rib turganingizdek, RD43 modelimiz bo'yi 2 metr, eni 60 bo'ladi va hajmi 324 litr, ya'ni so'tkich qismi 238 litr va muzlatgich qismi 86 litr bo'ladi va RD39 modelimiz bo'lsa 60 ga 185 bo'ladi va общий, ya'ni hajmi 300 litr, ya'ni 207 litr so'tkich qismi va 93 litr muzlatgich qismi bo'ladi va ichiga keladigan bo'lsak, nihoyatda chiroyli dizayn bilan ishlangan, ko'rib turibsiz. Va bu yerda total no frost, ya'ni воздушное охлаждение bo'ladi va fresh boxlar ikkitadan bo'ladi. Ya'ni bu premium modellarda bo'ladi xolos, ya'ni meva-cheva va go'sht mahsulotlari va sabzavotlar uchun alohida va namlikni boshqaradigan tugmalargacha bor. RD39 modelimiz ham RD43 modelimiz bilan funksiya va dizayn jihatdan bir xil bo'ladi va e'tiborli joyi ikkala so'tkichimizning old tarafi oyna bilan qoplangan. Va narxiga keladigan bo'lsak, RD39 modelimizni 5 million 600 ming so'm qilib beramiz va RD43 modelimizni bo'lsa 6 million 350 ming qilib beramiz. Faqat shoshilib qolinglar, soni cheklangan va bundan da yaxshiroq chegirmalarni o'tkazib yubormaslik uchun hozir obuna bo'lib qo'ying va like tugmasini bosishni ham unutmang.